Hozir Qarsda yuribmiz. Qars shahriga keldik. Havo judayam salqin, ya'ni ustimizga bir narsa olishimiz kerak. Yoz oyida, iyul oyida ham bu yerda unaqangi qaynoq havolar bo'lmaydi. Hozir muzeyga kelganmiz. Mana bu yeri Qarsda ruslar bilan bo'lgan urushni ta'sirlab bergan, bu yerda o'sha urush haqidagi informatsiyalarni berib o'tgan. Agar yo'lingiz tushsa, qish sezonlarida Ankaradan Qarsga Doğu Express degan poyezd bo'ladi. Juda ham chiroyli, ichida ovqatlarni beradi, hammasi bor, hamma narsa ichiga kiritilgan. Qarsgacha olib keladi. Shunaqangi chiroyli manzaralardan o'tasiz. Qars qishda umuman boshqa nima deydi, shaharga aylanadi. Juda chiroyli tabiati. Qishlari bu yerda sovuq bo'ladi. Hamma joy oppoq qorga burilgan. Bu yerni tabiati umuman boshqacha bo'ladi. O'shaning uchun agar yo'lingiz bu taraflarga tushsa, qish oylarida bo'lsa ham Ankaradan Doğu Express. Mana bu yerda ozgina istoriyasi aytib berilgan. 18-yüzyıl boshlaridan e'tiboran Osmonli bilan imperiyasi bilan Rossiya urushi boshlanganda 1828da bir kechada ruslar Selim yaptıkları 1828'da Ruslar taraftan bir kechada napadeniya qilishib, bu yerdagi soldatlari shahid qilishgan. O'shaning uchun ham bu yerning nomini qonli Tabiya deyishgan. Tabiya bu военный часть. Bu yerda soldatlar ularni qo'riqlaydigan joylari. Hozirgi nimamizda военный частьlar deymiz, xuddi shunaqa bo'lgan. Shunaqangi o'tmish tarixga ega, ichini ko'rdik, odam ozgina vasvasaga tushadi. Shukr qilasan bularni ko'rgandan keyin. Bu to'proqlar ham olishuvsi bo'lmagan. Vaqtida mana soldatlar tarafidan kiyilgan choriqlar ko'jadan qilib kelsang g'alati bo'lasan bu yerda. Bular hammasi eski binolar. Bu yog'i operatsionni bo'lgan ekan. Operatsiya qilishgan ekan. Voy. Odam qo'rqasan buni. Maketni ko'rib ham odam qo'rqadi. Suyaklansin.